Assalomu alaykum. Bundan ancha yil oldingina voqealar esga tushaydi, bir sizlar bilan bo'lishgim keldi. 2000-yil boshlari chet davlatiga borib qaytib kelsam, ikkinchi qizim tanimaganman. Men har kuni o'ynatardim, oxnananim menga kelardi. 10-15 kundan kelganimdan keyin qizim mendan qochdi. Oxnananim keyin yopishgan edi, o'shalar esimga tushib ketdi. Bugun shu qizimga ikkinchi farzandiga qovurdoq berdi u. Birinchisi qiz bo'ldi, endi o'g'il bo'ldi. Alhamdulillah, umri bilan bergan bo'lsin. Bugun qovurdoqni tashlab keldik. Xursandchilik, mana hovlida o'tiribman, maza qilib. Xursandchilik, mana xursandchiliklar ko'p bo'lsin. Hammani tan joni sog', umri uzun bo'lsin, baxtli oilalardan bo'lsin farzandlarimiz. Xonadonimiz, har bir xonadonga Alloh fayzi baraka bersin, tan jonimiz sog' bo'lsin. Alloh o'zidan begona qilmasin, iymonimizni butun qilsin. Mana xursandchilikda o'tiribmiz, mehmonlar peshindan keyin borishdi, ikkiligi yaqinda tarqashdi. Kelgan mehmonlarni kuzatib yubordi. Opalar keldi, jigarlar, bolalarim keldi, farzandlar, uzatgan qizlarim keldi. Xullas, mana bugun bayramchiligiga bayram qo'shilib o'tiriblar. Bugun ham bir ajoyib havo bo'ldi, kun issiq emas. 29-iyul 2026. Havo bulutron, sal yomg'ir tashlagandek bo'lyapti hozir. Bir karavotlarga joy qilib, maza qilib o'tiraman, o'zim sal yomg'ir yog'ish boshlayapti. Havo lekin yaxshi, maza qilyapti odam.